Bugun turmush o'rtog'im uchun ular yaxshi ko'radigan merengue ruletni o'zim tayyorlab ko'rdim va sizlar uchun ham retseptini oldim. Tayyorlanish usullari juda ham oson. 6 ta tuxum oqiga 300 gramda shakar va yarim choy qoshiqda limon sokini solib, mikserni birinchi pastroq tezligida, keyin baland tezligida oppoqqina shunaqa cho'zilib chiqadigan penka holatiga keltirib olamiz. Va ketidan 25 gramda kukuruzli kraxmal solib 2 marta aylantirib o'chiramiz va pergament yozilgan listimizga chiroyli qilib ochib quyib olamiz va 140 gradusda oldindan qizdirilgan duxovkaga 40 daqiqaga pishirgani jo'natamiz. Pishib chiqqach, orqasini o'girib pergament qog'ozi olib olamiz va sovitganni olib qo'yamiz. Ungacha mazali cheese krem tayyorlaymiz. Yana ham to'liq ma'lumotni opisaniyada yozib qoldiraman. Ustiga ukrasheniya uchun ozgina krem olib qo'ydim va qolganini bezeyimizga surkab chiqdim. Xohishga ko'ra mevasiga nordoro mevadan foydalansak yana ham mazali bo'ladi. Ruletlarimizni o'rab, ustilarini xohishga ko'ra bezatamiz va 2 soatga xolodilnikka olib qo'ysak juda ham mazali. Og'izda erib ketadigan ruletlarimiz tayyor bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa saqlab qo'ying va like bosishni unutmanglar.